Toshkentdagi klubda fuqaroni do'pposlab komaga tushirgan shaxs Qozog'istonda ushlandi. O'zbekiston va Qirg'iziston mahkumlarni bir-biriga topshiradi. Shveysariyaga ishga taklif qilayotgan firibgarlardan ogoh bo'ling. Rossiya iqtisodiyoti rivojlanishiga katta hissa qo'shishyapti. Rossiyada Lachetti halokatga uchradi. Qurbonlar bor. 16-mart kuni Rossiyaning Novgorod viloyati Valday tumanida davlat raqami Surxondaryo viloyatiga tegishli bo'lgan Chevrolet Lachetti avtomobili halokatli yo'l transport hodisasi sodir etdi. Bu haqda Novgorod viloyati yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 14:00 da Rossiya shossesining 400-kilometrida Chevrolet Lachetti avtomashinasining 34 yoshli haydovchisi xavfsiz masofani saqlay olmay, oldidagi 25 yoshli haydovchi boshqarayotgan Volkswagenga kelib urilgan. Zarba oqibatida Lachetti qarshi bo'lakka chiqib ketgan va yarim tirkamasi bo'lgan DAF yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Lachetti haydovchisi va 23 yoshli yo'lovchisi olgan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Qayd etilishicha, hozirda sodir bo'lgan voqeaning barcha tafsilotlari aniqlanmoqda. Vafot etganlarning shaxsi ochiqlanmagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Ulyansk viloyatidagi yo'l transport hodisasida 5 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgani haqida xabar berilgandi. Markaziy bank firibgarlarning yangi turidan ogohlantirdi. O'zbekiston Markaziy banki fake va firibgarlardan ogohlantirmoqda. Bu haqda Markaziy bankning tegishli bayonoti e'lon qilindi. Qayd etilishicha, firibgarlar tomonidan fuqarolarning ishonchiga kirish uchun Telegram messenjeri orqali Markaziy bank ramziy belgilari aks ettirilgan soxta profillardan qalbaki guvohnoma va hujjatlar rasmlarini yuborish holatlari uchramoqda. Fuqarolar yolg'on xabarlarga aldanib, firibgarlarga o'zining shaxsga doir va bank karta ma'lumotlari hamda bir martalik tasdiqlash kodlarini berishi, shuningdek telefon qurilmasiga zararli ilovalarni o'rnatishi natijasida bank kartalaridagi pul mablag'laridan ayrilib qolishmoqda. Shu munosabat bilan yuqorida ko'rsatilgan soxta profillardan xabarlar kelsa, muloqotga kirishmaslik, yuborilgan shubhali havolarni bosmaslik, zararli ilovalarni telefonga o'rnatmaslik hamda foydalanuvchini bloklab qo'yish tavsiya etiladi. Markaziy bank bu kabi xabarlar va akkauntlarga O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hech qanday aloqasi yo'qligini ma'lum qiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq ham Markaziy bank fuqarolarning notanish telefon raqamlaridan qilingan qo'ng'iroqlarga javob berishi bilan ularning bank kartalaridagi pul mablag'lari avtomatik tarzda yechib olayotgani yuzasidan ogohlantirish bilan chiqqan edi. Toshkentdagi klubda fuqaroni do'pposlab komaga tushirgan shaxs Qozog'istonda ushlandi. Joriy yilning 16-mart kuni tungi soat 2:30larda Yakkasaroy tumanida joylashgan restoranlardan birida tanishi bilan janjallashgan chog'ida ularni ayirmoqchi bo'lgan fuqaroga tan jarohati yetkazgan Akmal Shukurov Qozog'istonda qo'lga olindi. Bu haqda poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilishicha, Yakkasaroy tumanida sodir etilgan jinoyat bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari davomida 1995-yilda tug'ilgan Akmal Shukurov tergovdan qochib yashiringanligi sababli unga nisbatan sirtdan jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik va 104-moddasi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Ma'lumot uchun, voqea joriy yilning 16-mart kuni soat 2:30larda Yakkasaroy tumanida joylashgan restoranlardan birida mijoz sifatida kelgan 1995-yilda tug'ilgan erkak 1985-yilda tug'ilgan tanishi bilan o'rtalarida kelib chiqqan nizo sababli o'zaro janjallashgan. 1990-yilda tug'ilgan shaxs ularni ajratishga harakat qilgan vaqtida biri uni urib tan jarohati yetkazgan. Oqibatda tan jarohati olgan erkak bosh miya jarohati, o'ng yuzidan lunji yirtilgan jarohati va spirtdan zaharlanish tashxisi bilan shifoxonaga olib borilgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etilmoqda. Qozog'istonda qolib ketgan 10 nafar bola O'zbekistonga qaytarilmoqda. Qozog'istonda ota-ona qaramog'isiz qolib ketgan 10 nafar bola O'zbekistonga qaytarilmoqda. Bu haqda Ijtimoiy himoya milliy agentligi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 17-mart kuni O'zbekiston
O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar va Sog'liqni saqlash vazirliklari xodimlari xorijda ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni O'zbekistonga qaytarish maqsadida xizmat safari bilan Qozog'istonga jo'nab ketgan. Ota-ona qaramog'isiz qolgan 10 nafar, xususan Atirau shahrida 1 nafar, Olmaota shahrida 8 nafar va Mang'istov shahrida 1 nafar bola davlat yordamiga muhtoj bo'lib, ishchi guruh vakillari tomonidan ularni o'z oilalariga bag'riga qaytarish rejalashtirilgan. Bunday ijtimoiy himoya Milliy agentligi tasavvuridagi inson ijtimoiy xizmatlari markazi qaytarilayotgan bolalarning oilaviy muhitga qaytishi uchun barcha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston mahkumlarni bir-biriga topshiradi. O'zbekiston va Qirg'iziston qamalgan fuqarolarni bir-biriga qaytaradi. Bu bugun 18-mart kuni Senatning 5-yalpi majlisida ma'qullangan O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iz Respublikasi o'rtasida ozodlikdan mahrum etilgan shaxslarni jazoni o'tashni davom ettirish uchun topshirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi qonunda belgilangan. Qayd etilishicha, shartnomaning asosiy maqsadi mahkumlar jazoni o'z fuqaroligi bo'lgan davlatda, ya'ni o'z vatanida, oilasi yaqinda o'tash imkoniyatini yaratishga qaratilgan. Shartnomada jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarni hukmini ijro etish uchun o'z davlatiga topshirish asoslari, shartlari hamda tartiblari aniq ko'rsatib o'tilgan. Hammaning ko'zi taloni raqamini ko'rish umidi ekranda. Moskvadagi Sahr va migratsiya markazida tayyor patentni olish uchun hali ham navbat katta. Musofirlar joy yo'qligidan yerda o'tirib, qachon uning ism-familiyasi aytib chaqirishlarini kutishmoqda. Moskva viloyatida ko'chalarni tozalashda shunday chang yutgichlardan foydalanish boshlanadi. Ma'lum qilinishicha, ular tez va toza ishlaydi. Chiqindini ham maxsus konteynerga yig'adi. Shvetsariyaga ishga taklif qilayotgan firibgarlardan ogoh bo'ling. Mamlakatning O'zbekistondagi elchisi shunday so'zlar bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildi. Ladies and gentlemen, at the Embassy of Switzerland in Tashkent, we often hear of false job offers and fake work permits to Switzerland. Davom etamiz. Rossiya iqtisodiyoti rivojlanishiga katta hissa qo'shishyapti. Putin Rossiyada 1 millionga yaqin Tojikiston fuqarolari yashab ishlayotganini va iqtisodiyot rivojlanishiga hissa qo'shayotganini ma'lum qildi. Ularning vatanga pul jo'natmalari Tojikiston uchun ham, ularning oilalari uchun ham ancha ahamiyatli ko'makdir. Biz tojikistonliklarni Rossiyada munosib mehnat sharoitlari va ijtimoiy himoya bilan ta'minlashga harakat qilmoqdamiz. Rossiyaning tegishli idoralari tojikistonlik hamkasblari bilan doimiy muloqotda va ularga migratsiya sohasidagi qoidalar yuzasidan batafsil tushuntirish berishmoqda, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Bu boshlanishi, rublning geosiyosiy ijobiy yangiliklar ortidan mustahkamlanishi bu hali boshlanishidir, deb hisoblaydi Alfa Forex eksperti Alexander Schneiderman. Rossiyaning Primorsk o'lkasi delegatsiyasi O'zbekistonga bordi. Mehmonlar Buxoro, Samarqand va Sirdaryo viloyatlaridagi o'quv markazlarida bo'lib, migratsiya siyosatiga mas'ul o'zbekistonlik mutaxassislar bilan muloqot o'rnatishadi. Tashrifdan maqsad migrantlar oqimini tartibga solish va Primoriyadagi turli sanoat tarmoqlari uchun ishlashlarini tanlash, deya xabar beradi viloyat hukumati. Peterda o'zbekistonlik oshpazni 3 noma'lum shaxs do'pposlab mashinasini olib qochib ketdi. 78 telekanali xabariga ko'ra, hodisa 17-mart kuni Kimiki ko'chasidagi 22-uy oldida ro'y bergan. 3 kishi 27 yoshli O'zbekiston fuqarosiga tashlangan va tayoq bilan kaltaklagan. Keyin ular jabrlanuvchining mashinasiga o'tirib qochib ketishgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bu hodisaga ishdagi mojaro sabab bo'lgan. Gumonlanuvchilar qidirilmoqda. Jinoiy ish ochiladi. Chelyabinsk viloyatining Asha shaharchasini suv bosdi. Havoning isishi va kuchli yog'ingarchilik tufayli Chapayevskiy va Kazinskiy qishloqlari suv ostida qolgan. Asha va Minyor daryolari orqali o'tuvchi yo'l yopilgan. Hududda favqulodda vaziyat e'lon qilingan. Diqqat, O'zbekistonda bog'larni ichimlik suvi bilan sug'orish rasman taqiqlandi. Bu qoida buzilgan taqdirda 1 million so'mgacha jarima belgilangan. Ichimlik suvidan foydalanib o'simliklarni sug'orish mumkin bo'lgan 4 ta holat. Birinchi, sug'orish tizimi mavjud bo'lmaganda. Ikkinchi, hokimlikning rasmiy ruxsati bilan. Uchinchi, tun yarmidan ertalab soat 5:00 gacha bepul. To'rtinchi, alohida belgilangan jadvalga
muvofiq qoidabuzarlarga belgilangan jarimalar fuqarolar uchun 990 ming so'mgacha, mansabdor shaxslar uchun 3,3 million so'mgacha. Mirziyoyev Yevroittifoq komissarini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 18 mart kuni mamlakatda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan Yevropa Ittifoqining xalqaro hamkorlik bo'yicha komissari Jozef Sikela boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Qayd etilishicha, O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Suhbat avvalida Yevropa Ittifoqining yuqori darajali vakili Shavkat Mirziyoyevga Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen va Yevropa kengashi raisi Antonio Koshtaning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Toshkentda noma'lum shaxs 12 yoshli o'quvchi qizga hujum qildi. Bugun 18 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum shaxs voyaga yetmagan qizga nisbatan kuch ishlatayotgani aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, voqeada aks etgan voqea joriy yilning 10-mart kuni taxminan soat 16:30 larda Toshkent shahrining Yashnobod tumanida To'stobod mahallasi hududida sodir bo'lgan. 19 yoshli ikkinchi guruh nogironi ruhiy asab kasalliklari dispanserida ro'yxatda turuvchi fuqaro shu yerdan o'tib ketayotgan voyaga yetmagan 2013-yilda tug'ilgan bolaga nisbatan kuch ishlatgan. Voyaga yetmagan bola baqirganligi natijasida uni qo'yib yuborib, voqea joyidan ketib qolgan. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv jarayonida fuqaroga zarar yetmagani aniqlangan va u bilan psixologik tomondan suhbat o'tkazilgan. Fuqaro voqea sodir bo'lgan kunning o'zida shahar ruhiy asab kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan.